Azxon tiktoker Jasur Jo'rayevning mag'lubiyati uchun $1000 mukofot pulini Kamil Karate'ga berishni e'lon qildi. Qora Taysonni shunaqa urib, parchalab, qaytib ringga chiqarmaydigan qilib qo'ysa, Qora Taysonni yaxshi ursang, bizdan sen uchun $1000 pulimiz bor. Bu orada Jasur Jo'rayev, ya'ni Tayson ham jangga jiddiy tayyorgarlik ko'rayotganligini va Kamil Karate'ni ikkinchi raundda yo'q qilishini ma'lum qildi. Qora Taysonni yaxshi ursang, bizdan sen uchun $1000 pulimiz bor. Bu holat esa ijtimoiy tarmoqlarda katta bahs munozaralariga sabab bo'ldi. Ko'plab foydalanuvchilar o'z vatandoshing turganda boshqa sportchini qo'llab-quvvatlash to'g'ri emas degan mazmunda fikrlar bildirishdi. Azizxon aynan shunday keskin va ochiq pozitsiyasi bilan boshqalardan ajralib turadi. Чтобы onasini emdirib, bu dunyodan udalib u dunyoga saqlanib qilish kerak. Voqealar rivoji tobora qizimoqda. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. 5. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Samarqandga xush kelibsiz. Rahmat aka. Mana negativchilar uchun pul bermaydi, ko'rishmaydi deganlar uchun men Samarqandga keldim. Tayson tog'amiz ham Samarqandda trenirovkani bosayotgan ekan. Men $1000 va'da qilgan bo'laman. Men $1000 olib keldim. Tayson tog'a mana buni olib sanab ko'rasiz dedi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Aka, bitta gapda ishonmaganim to'g'risi $1000 beraman deganda, aka patishga bo'lsin, jangingizga shunchaki qo'llab-quvvatlab inshaalloh g'alaba qiling deb. To'g'risi aka, o'zim ishonmaganimga rost ekan aka, joningiz omon. Rahmat aka. Xudo xohlasa Kamil Karate necha minut yetadi sizga yetishga? Kamil Karate nasibsa birinchi raund yoki narvasi xudo xohlasa ikkinchi raund. Uncha cho'zib o'tirmayman aka. Uchinchi raundgacha olib bormaysiz, ha? Bormaydi aka. Aka, trenirovkalaringizga omad tilaymiz. Samarqandga yana bir marta xush kelibsiz. Nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Порядочный, достойный mujiki. Kamil Karate'da jangi ekan, xudo xolasa, Qora Tayson bilan birga. Agar Qora Taysonni shunaqa urib, parchalab, qaytib ringga chiqarmaydigan qilib qo'ysa, Kamil uchun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamil uchun bizni atagan pulimiz bor. Kamil, Qora Taysonni yaxshi ursang, bizdan sen uchun $1000 pulimiz bor. Qaytib ringga chiqarmaydigan qilib qo'ymas. Yana 3-4 ta bor, xudo xolasa, yana 3-4 ta jangchilar bor. O'shalarda ham iloji boricha raqiblarga zo'r pullarni beramiz. Чтобы onasini emdirib, bu dunyodan udalib u dunyoga saqlanib qilish kerak. Kamil, omad tilayman. Gazini bor.